Xalqarada irqiy qirg'inchilik olimpiki deb ayblanib, nurg'un g'arb demokratik hukumatlarining boykot qilishiga uchragan 2022 yillik Beijing qishliq olimpiki 4 fevral boshlandi. Olimpikning ochilish marosimida xalqaro taratqularning alohida diqqatini qo'zg'agan bir nuqta Xitoyning olimpik mash'alini tutashtirgan ikki ayol tanarkatchidan birining Uyg'urdan tanlashi bo'ldi. Egilanishicha, Xitoy olimpik mash'alini yondirgan ikki tanarkatchi qizning biriga Dilnigar Ilhomjon ismli 20 yoshlik bir Uyg'ur tanarkatchi qizni tanlagan. Xalqaro taratqularning bu vaqtdagi xabarlarida Xitoyning bu orqali Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini yepish yoki inkor qilishda bir Uyg'ur tanarkatchi qizni qo'llanganligi ta'kidlangan. Amerika prezidenti Joe Bidenning Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishiga qarshi turish buyrug'iga asosan 1700 askarning Polshaga kelishi planlangan bo'lib, bir harbiy aeroplan tunji turkum askarlarni elib Polshaning Ukraina chegarasidan 90 kilometr yiroqlikdagi Rezo-Jasinka aerodromiga qo'ngan. Yana bir tarafdan Angliya davlat mudofaa ministri Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi jiddiylikning kuchayishi sababidan 350 askarni Polshaga avatadiganligini e'lon qildi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev qurg'uvchi prezident Nursulton Nazarboyevning siyosiy huquqini bekor qiladigan qonunga imzo qo'ydi. Nazarboyevning Qozog'iston bexatarlik kengashi va xalq majlisidagi umrlik prezident huquqi bekor qilindi. Egilanishicha, Xitoyning eng yangi karantin qarori alyumin bahosining o'sishiga ta'sir ko'rsatdi. Yaqinqi 3 kunda Vyetnam chegarasiga yaqin 3.600.000 nufusi bor Beysi shahrida yuqumlanuvchilarning soni 98 ga ko'paygandan keyin butun shaharda karantin e'lon qilingan. Qarordan keyin alyumin bahosi 3 oydan buyongi eng yuqori saviyaga yetgan. Shimoliy Koreyaning qurol yarog' programmasini tor hujumi orqali o'g'irlangan shifrlik pul bilan ta'minlaydiganligi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doklatiga kirgizildi. Dokladga qaraganda boshqarilgan bomba programmasini mablag' bilan ta'minlash uchun millionlagan dollarlik shifrlik pul o'g'irlangan. Fransiya prezidenti Makron Ukraina krizisida murosatchilik qilish uchun Moskva va Kiyevda ziyoratlarda bo'lmoqda. Shunun bilan birga Amerikaga borgan Germaniya bosh ministri Scholzmo Amerika prezidenti Biden bilan Ukraina krizisini muzokara qildi. Angliyadagi donglik gazetlarning biri bo'lgan Times gazetining bayqishicha, Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsirchiligi sababidan Amerikaning qora tizimiga kirgizilgan Xitoy davlat egiligidagi Haykong Shibi va Dahua shirkatlari ishlab chiqargan minglagan kamera Angliyadagi ommaviy organlarda ishlatilgan. Times gazetining xabariga qaraganda, bu ikki shirkat Uyg'urlar qamalgan jazo lagerlarini texnikalik asliha bilan ta'minlagan. Shuning bilan birga Angliyada Xitoy shirkatlarining kamera sistemasining keng ko'lamda ishlatilishi bir qism ommaviy tashkilotlarning noroziligini qo'zg'amoqda ekan.